Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Bugun biz Ali Akbar Damo'llan bilan ya'ni Amerikada ma'qullangan Uyg'ur kishilik qonuni to'g'ri biroz suhbat qilmoqchi. Assalomu alaykum Damo'llan. Va alaykum assalom. Amerika Avam Palatasida ma'qullangan Uyg'ur kishilik qonuniki Uyg'urlar bo'lgan ta'sir kuchi qanchalik? Bu to'g'ri bir tushuncha bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yani bununki kuchi qanchalik, ta'sir kuchi qanchalik deganga nisbatan biz Amerikadagi o Avam Palata tarafından ma'qullangan bu qonunninki nayati kuchining buning ta'sirining zo'r bo'lganligini ko'rdik yani. Bu hozir ko'rdik. Bu nereden ko'rdik desa Xitoyninki bu qonun loyihasida resmiy tasdiqlanmay turib, bir Avam Palataninki qo'lga o'tgan mushu bosqichlar bu Xitoyning zuvanlarininki nima qilib ketganligi, qo'zg'alib ketganligi, ig'izga tegmay bu haqda yeni kelib bir axborotchilarninki bir davlat televiziyalarida odatda davlat televiziyasida xabar anlatadigan diktor riyosatchilar odatda til haqorat so'zi ishlatilmaydi odatda. Siyosatchilari yeni bir raqibiga nisbatan ma'lum so'zlarni ishlatib qolsa, ammo diktor riyosatchilar odatda til haqorat so'zi ishlatib bunday so'zlarni qo'llanmaydi. Ammo ma ishga nisbatan mayli obzorchilari bo'lsin, mayli siyosatchisi bo'lsin, mayli gazetchisi, televiziya axborot xodimlari bo'lsin, diktor riyosatchilar bo'lsin, bunda set atiladigan bizda. Qabih so'zlarni ishlatib turib, bunda chiqarib ketishlari yeni kelib, o'sha bir necha kun jarayonida kunlik Sharqiy Turkistondagi bir qism televiziya kanallari ve Xitoyning ichidagi davlatlik CCTV'ninki ba'zi kanallarda, gazetlarda bunun kun tartibga kelishi, bunun bu derecede ciddi hareketga o'tib ketishi ve u yerdagi Sharqiy Turkistondagi xalqlarning ichidan tanlab, her sahadan tanlab nurg'ulg'an kishilarni bu yerda unday ish bo'lmayotdi. Bu yerda kampi yo'q, u tarbiyalash o'rni. Bu yerda bir diniy qiyinchilik yo'q, diniy to'sqinlik yo'q. Diniy jihatdan cheklama qo'yish yo'q. Millatlar ittifoqligiga oid yaxshi. Degan o'xshagan gaplarni qildirishlari, ya'ni yolg'on guvohlik berishga, badirishga bu darajada oldirib ketishlari, bu darajada ko'ngil bilib ketishlari, jiddiy qarashlari ma'nasininki, kuchininki biz o'ylagandan yuqoriroq bo'lganligini ko'rsatdi. Biz buningdan buni ko'rdik. Ya'ni demak, bu Qur'oni Karimda sizlar Allah'ın ve sizlerinin düşmanlarını korkutuş için tayyorlik qilinglar deydigan bir ayet var. Ve a'iddu lahum mastata'tum min quwwati. Yani düşmanını korkutuş, düşmanını küçültüş mü? Bir yaxshi iş. Düşmanını korkutuş ve onunla yiroq yaqindan bir zarba berish, mayli moddiy jihatdan, mayli ma'naviy jihatdan, ruhiy jihatdan, siyosiy jihatdan, her jihatdan onunla bir besim qilalish, onu bir küçültüş, onu hayve qilalish o'zimi bir ibadet, Müslüman'a nisbeten. Demek biz bu yerde bu xalqaradagi ba'zi davlatlarni harakatlantirguli olsa, o biz oldin qitimliq bayonotlarimizda dedik. Allah'ın dinini Allah kimning qo'li bilan, kimning vositasi bilan, kimni qo'llanib turib, kimni ishlatib turib, kimni sabab qilib turib izz qilaman desa, izz qila oladi. Hadislardan bor. Allah ba'zida xolasa dinni, islomni, musulmonlarni bir kafir fojirninki qo'li bilan izz qiladi degan ko'rsatmalar bor. Demak biz bunga nisbatan mesela bir Amerika'nın Avam Palatada qabul qilingan mushu bir ish bilan Xitoy bunchalar chiqarib ketgan yerda biz unda bo'lganda, yani her davlatdagilar bunun qarta bir g'ayrat qilsak, biri ashuningki rasmiy tasdiqdan o'tib amaliy ro'yobga chiqishiga nisbatan qo'limizdan nima kelsa shunga harakat qilib, hammamiz birlikda harakat qilib buni bir ro'yobga chiqarishga bir hassa qo'shsak, onundan başka münasebetlik siyasi devletlerde hem Muşunda bir kanunun oturuğa çıkışı
chiqirilishi uchun g'ayrat qilsak bo'ladi ekan, xizmat ishlasak bo'ladi ekan. Demak, bu orqali biz Xitoyni qanday qila oladi ekanmiz, qo'rqita oladi ekanmiz, chiqirta oladi ekanmiz, Xitoyga bosim qila oladi ekanmiz degan bir darsni oldik masalan. Demak, ma'noga nisbatan shunchalik bir ishga nisbatan Xitoyning bu darajada bo'lib ketganligining o'zidan biz bu narsaninki ta'sir kuchininki odatdagidan, ya'ni biz o'ylagandan cho'ng bo'lganligini ko'rdik. Buning ta'sir kuchi ma'lum darajada cho'ng bo'ldi. Allah razı olsun damalam. Zalim Xitoylar vatanda bunun karşı siz degandek karşı teşvikat o'tdi ve turanmay kaldı. Biz nima uchun ko'rinarli harakat qilmaymiz? Biz Xitoyga qarshi, Xitoyning yalan teşvikatlarga qarshi nima ish qilishimiz kerak? Bu yerda biz uchoqqichimi degan bo'lsa kerak. Dushman sizga nima bilan hujum qilgan bo'lsa, sizmi ularga shu yo'l bilan hujum qilinglar, tajovuz qilinglar, zarba beringlar ya'ni. Degan oyat-i karimaga asosan bizning vatan ichida Sharqiy Turkistonda Xitoylar bizga qurol kuchi bilan tajovuz qildi. Endi qachon imkon topa olsak, buni to'xtamay to'xtovsiz izlanamiz. Sharoitimiz yer bergan vaqtning o'zida biz Xitoyga nisbatan vatanning ichida shu Xitoy taniydigan, Xitoy obdan biladigan shu kuch bilan uningga zarbasini beramiz, javobini beramiz Alloh xolisa. Yana biri, endi u sirtdagi kuchliga nisbatan sirtqi dunyoga va sirtdagi bizlarga qarta, muhojiratdagi Uyg'urlar qarta berayotgan zarbasi, qilayotgan tajovuzi tashviqot bilan bo'layotdi. Mana bu bir necha kun yaqin bo'layotgan ishimiz shuningki eng yorqin, eng jonliq misollardan biri. Unda bo'lganda bizmi ularga tashviqot orqali eng kuchli, eng etrafliq bir şekilde ko'lamlik bir şekilde, sistematik bir şekilde qanday qilish javob berishimiz lazım. Masalan, bu nurg'un xalqni qo'zg'atib, yolg'on guvohlik berishga majburladi. Biz buni his qilib turibmiz, bilaymizki, aşağıda ekranning oldida gap qilayotgan odamning hammasining so'zida bittaldan o'xshashlik bor. Buni diqqat qilsanglar, mening bu Amerikaga nisbatan nima ishing deyish haqqim bor, salohiyatim bor. Amerikaga nisbatan meningki qo'lingni yig' bu deyish salohiyatim bor meningki degan. Mushu mazmundagi bir kalima bor. Hammasi o'xshash yiltiyotdi buni. Men bu yerning girishdan, mening bunda deyishim. Demak, buni necha qitim yodoldirgan. Bunu yazıp, mında deyse, mayada mani qo'shasan degan narsani ügetken yadaldırgan. Hatta degan vaqtda rahat şekilde og'zini yugan ichib turib deyse degandan tortib, besim bilan ügetkenlikini biz ko'rib turyapmiz. Demak, kuchga o'stib, har xil shaklda qanday qildi nurg'un kishilarni yolg'on guvohlik berishga, vatandagi bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni yo'g'ishga, u yerda zulm yo'q, u yerda farovonlik bor deyishga majburladi. Digizde. Onda bo'lgan ekan, uni biladigan, u yerda yashagan bizlar har sohadagi kishilar, diniy sohadan kishilarni gap qildiribdimi? Ya'ni bu yerda diniy erkinlik bor. Bu yerda bo'layotgan ish terrorizmga qarshi qilinayotgan, terrorni tozalash uchun qilinayotgan bir siyosat bu. Bu yerda diniy erkinlik bor deyotgan amalla o'lliga nisbatan dini sahadaki ehli ilim ulamalar onun qanday bo'lganligini bu yerdan javoblashi kerak. Uni bir raddiya berish kerak. Yozuvchi ziyolilar sahasidan bir digizganligiga qarata u yer bunda bo'ladi, bunda bo'ladi deb gap qildirgan gapga qarata ziyoli sahasidagi, yozuvchilar sahasidagi kishilardan raddiya chiqishi kerak. Xalq qammusdan her şekilde, yani her sahadaki kişilerimizden ularınki her bir sözüge, her bir kılmışıga en yukarı seviyede mümkün kadar kurbumuz kança kesse şunçilik derecede kölenmeştirip biz mi reddiye beriş lazım. Ularının kılıvatkan kılmışını, kılıvatkan davalarını cevapsız koyması gerek. Allah razı olsun damalam. Amerika'da ma'qullangan qonunga bizniki menfaatimiz uchun bo'lganligi uchun, ya'ni zalim Xitoyning shunday bir rahatsız qilganligi uchun nurg'unlar Uyg'urlar xushal bo'ldi. Biz bir musulmon bo'lishimiz bilan bizning xushal bo'lishimiz, buni qo'llashimiz degandek. Bizning diniy jihatdan bir xatolik bo'ladi, buni bir diniy ustoz bo'lishlar tushuntirib qo'ysalar, Alloh razı olsun. Bu münasebetlik, yani müştemiye nisbeten münasebetlik bir sual oldu yani.
Çünkü bu haqda menden bir neçeden şu aynı sualını soğan. Bu haqda bir yoritma biriş lazım teminiyette. Yani demek soğan, bu ya da bu sualdan demek soğan gap. Ve şu xil sual kalıskı kelgen kişilerinki demek soğanı. Yani o Amerika mıda bir devlet. Yani İslami devlet demez, din devlet demez. Yani bir küfür devleti. O devlette makullangan kanun ne? Bizdeki qo'llashimiz ve bizning uningdan xursand bo'lishimiz bizning iymonimizga bir daxl tarz yetkazamdi, zarar yetkazamdi yo'qmi degan o'xshagan bu savollar. Buni ataaytan fitna chiqarish uchun, ataaytan bir jadal chiqarish uchun kishilarningki zihniyatiga ta'sir ko'rsatish uchun yomon niyat bilan deganlarni Alloh o'zi bitirib qo'ysin. Ammo bu iymon oson qo'lga keladigan narsa emas. Bu imanni yerde taşlap qo'yiladigan, bizga bir qo'yiladigan ya binasiga tegishli bo'ladigan narsa emas bu. Boshqa har qanday narsani qo'g'daymiz, har qanday narsa uchun bedel to'laymiz shartli holatda. Ammo iymonni cho'disa shartsiz qo'g'daymiz, shartsiz saqlaymiz. Buning uchun butun narsadan kechadigan narsa bu iymon degan. Xo'sh. Onun uchun bir qism qarindoshlarimizning "Menda bo'lib qolammi? Bir imanımızga bir ta'sir olib qolammi, qanday bo'ladi" degan, ya'ni imonini qo'g'dash yuzasidan bunday savolni so'rashi yakida bu jihatni izlanishini biz to'g'ri deb qaraymiz. Yaxshi, Alloh razı olsun deymiz. Xo'sh, endi bu savolning javobi o bizning xursand bo'lishimiz to'g'ri. Bizning xursand bo'lishimiz xalqninki aşağıda yani bir devlette, mandaq zag'ircha yerlik tillan desek, yani Amerika devleti bundan kinki Cungu ve Şarkı Türkistan meselesi de Şarkı Türkistan tarafta turadigan bo'ldi degan gapimdi. Şarkı Türkistan tarafida turadiganlik haqqidagi bir qonun loyihasi. Bundan nima xursand bo'lmaymiz. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? O'z vaqtida Medine'ye hicret qilishdan burun Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem bir qator kishilarni sahobalardan nimaga o'tdi? Habashistonga o'tdi. Bu yerga borgandan keyin edilan Qurayshning katta boshlaridan bir necha kishilar tashkillanib, bularni qaytirib kelamiz deb keyindan bordi. O podshohga nurg'un sog'u salomlar bilan bordi mesela. Mavlani bizga qaytirib berishimiz kerak. Bu undaq odamlar, bundaq odamlar u yerda uni qildi, buni qildi, bu yerda to'sima, bu yerni qalaymagan qildi deganga o'xshagan bularni sat ko'rsatib nurg'un gaplarni qildi. Bu podshoh boshqa bularni hamda o Qurayshning katta boshlaridan her halde bir tunuşluk olganlık için uluğa bir iş yani kaytırıp ötüş demiş ki mi kelgen yeri bulaklık kaytırıp etsek bir de zaten bunlar bilmeydik adamlar degendi. Ama a kelgen icret kılıp kelgen sahabeler ve ulanın başlıkı bulan Cafer radıyallahu anhu bulağa bu padişaha bir az şence verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem silini Habeşistan'a biranlar, o Habeşistan'ın padişahı, bir adil padişah, bir ehli kitap padişah. Bu bizden Allah'ımızdan Allah deydiğen bir padişah, adil padişah. Aşın kışığı biranlar, yerdesindeki bir turuş şeraiti, imkaniyeti biridir. Diğerlik için kelgen tok dedi. Diğerliğin bir yerde bir az sohbet olurdu, bir diyalog olurdu. Şu cereyanda Kur'an-ı Kerim'ninki, yani Allah'ınki Muhammed Aleyhisselam'a nazil kılgan Kur'an-ı Kerim'ninki bazı surelerini okup verdi sahabeler. Bu bizge nazil kılınan kitap, Peygamberimizge düşken kitap, bu degen hakta bir misal süpütüde ayet okup verdi. Bularını bir çöngenden keyin, ma'lum diyalogdan keyin bu padişah bir karar çıkardı. Bunu sile bana tağdak altın ekesi anlamı, kançılık baylık ekip koyanlar bana. Maddi baylıktın, iqtisadi baylıktın. Men bunu sizlere qaytırıp vermeymen. Sizlere tutup vermeymen. Men hazırdan başlap men ve bizim hükümet, devlet Mavla'nın tarafıyla degen bir kararname çıkardı. Bu şunun qo'shaydi. Şu çağda sahabeler şundaq tantinib ketdi. Sahabeler, Resulullah'ın sahabeleri radıyallahu anhum bular şunda tantini qilishdi. Quchoqlashib, ko'rishib ketdi mesela. Bu İslam tarixida, dünyadaki İslam tarixida o'chmas bir tarix bo'lib yozilgan. Xuddi shunga o'xshaydi. Demak,
bu nimeninki bu kanun layihasının ma'qullanganligi yani bundan keyingi meselede Uygur'un yani Amerika hükümetininki Xitoy tarafida emas, Uygur tarafida turganligidan ibaret bir tanlash, bir karar. Xo'sh. Yani bu noktadan aytganda bununki bir dini jihatdan, imani jihatdan bizga yoki buningga xursand bo'lgan odamga nisbatan musulmonga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Bu xursand bo'lishga tegishli bir. Qarindoshlar, Alloh rozi bo'lsin ustozimizdan. Sizlarning bu videoni ko'plab taqib qo'yishinglar, bizning YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Alloh qanoat. Assalomu alaykum.